hurmatli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga men Altina Abdurahim Halimjonovich men murojaat qilishimdan maqsadki, meni o'g'lim Halimjonov Kamoliddin Abdurahim o'g'li 1999-yilda tug'ilgan, 29-aprelda 2 yil oldin shu bolalarni otasi nohaqdan qamalib 10 yil 6 oyga qamalib ketdi. Mana bu bolalarga nafaqa pul beryapti, shuni ham bermay qo'ydi. Bu boquvchisi yo'q. Men o'zim ikkinchi guruh nogironi bo'lsam, qadan top 1 million pensiya olsam, qadan boqaman bu bolalarni? Yo bog'chaga olib bora olmasam, yo boshqa qila olmasam, muhtaram prezident. Shunga amaliy yordam beringlar. Mana Oltinko'l tumanidan ham mana yordam yo'q. Boshqa yo'q. Bolalarni otasi qamalgan bo'lsa, bolalarni ham qamab qo'yami? Ularni yemog'i bor, ichmog'i bor, muhtaram prezident. Shunga amaliy yordam beringlar. Sizlardan iltimos qilaman. Kelayli idoralarga ham iltimos yordam beringlar shunga. Bolalarning pulini ham to'xtatib qo'ygan. Bolalarda gunoh yo'q-ku. Bolalarda nima ayb? Otasi qamalgan bo'lsa. Otasi nohaqdan qamaldi, Alloh ko'rib turibdi. Bu go'daklarda nima ayb? Bo'ldi.